Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mercedes-Benz S-Class W223 mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu 6-7 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan 40 kiloga ko'tara oladi. Mana oldida bir cho'p ko'rinishlari. Glani spira svitlari yonadi, glani svitlari yonadi. Mana bu ham xuddi shunaqa yonishlari svitlarni. Oldida bir cho'p moshni ishlangan, emblemlari cho'tka qilib qilingan. Bamferlari oldi bamferlar originaldek qilib ishlangan. Mana oldi ko'rinishlari, mana oldi ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Mana yon ko'rinishlari ham chiroyli qilib ishlangan. Hop, balonlarga kelsak, balonlar rezin yumshoq bo'lgan, yurganda ovozlar chiqmaydi. 4 ta balonlarda amarsatilar bor, 4 ta balonlarda motorchilari bor. Yurganda ovozlar chiqmaydi. Diskalari ham chiroyli qilib ishlangan. Bakulari ham chiroyli, svitlar yonadi. Mana yon ko'rinishlari, eshiklar yon tarafga ochiladi, qulflar bor eshigigacha, eshiklargacha, svitlargacha yonadi, qulfli eshiklari. Orqa ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman. Mana orqa ko'rinishlari ham chiroyli qilib ishlangan, moshni qilib ishlangan. Glani svitlar yonadi, ikkita tarafda svitlar yonadi. Glushtilli qilib ishlangan, difuzorlari ham chiroyli qilib ishlangan. Mana orqa ko'rinishlari, ko'rsatib o'taman, orqa ko'rinishlari ham. Hop, salon qismini ko'rsatib o'taman. Eko qo'yishda bitta katta o'rindiqli, zaryadka simlari bor, remellar bor, pultdan boshqarishsa bo'ladi, pedallarda boshqarishsa bo'ladi, rullarda boshqarishsa bo'ladi, signallari, multimedialari ham bo'ladi. Mana oldilari chiroyli yonadi. Mana oldi polniy torpedkalari eshiklargacha yonadi. Torpedkalari ham chiroyli ishlangan, tablolari ham chiroyli ishlangan, multimedia sistemasi bor. Bu ham chiroyli cho'tka qilib ishlangan, akkuratni ishlangan. Svit yoqib o'chirishlari, oldi orqa uchlari, karp perdachiklari, uni balon qilishlari, yoqib o'chirishlari, mana aylantirganda balon qilsa bo'ladi. Kachilalari ham bor, kachilalari ham ishlaydi. Kachilalari ham ishlaydi. Mana shu aylantirib kachila qilib beradi. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.